2025-yilgi 5-dekabrda bo'lgan biologiyadan imtihonga chiqdim. Ikkinchi smenaga. Endi mana shu obunachilikga, o'zing tengdoshlaringga, o'zingdan keyingi o'qiydigan o'quvchilar uchun mana shu ichgan tushgan savollar, qaysi mavzularda tushgan, qanaqa savollar tushganligi haqida ma'lumot berilsa foydali bo'ladi. Marhamat, bo'lsin. Xo'p, 7 begemot bilan karkidonga xos ma'lumotlar berilgan savol bordi. Keyin 6 o'simlik to'qimalari, ularga xos ma'lumotlar. Keyin gen muhandisligini DNK bo'lagiga bog'lab savol tushgan edi. Keyin eralarni davrlarga bog'langan savol. Keyin simpatrik tur paydo bo'lishini yoki xromosoma holatini qaysi nimaga xosligini savol bordi. Keyin tabiiy tanlanishga, uning uchun tabiiy tanlanishga doir savol bordi. Bu 35 talikchidan. 35 talikchidan. Keyin 36-40-chi DNK masala bordi. Keyin energiya almashuviga doir masala bordi. Keyin 35 talik savolgacha Holsinger nazariyasiga doir savol bordi. Bunga formulalarni berib, tashqi muhitga doir necha foizi tashqi muhitga doirligini so'raganda. Yana 36-40 savolga DNK bor, DNK ga doir savol bordi. Keyin genetikaga doir savol bordi. Keyin energiya almashuvi, keyin penetrantlikka doir savol bordi. Hop, keyin 41-savol genetika, 42 ham genetika, 43 energiya almashuviga doir savol edi. Yaxshi. Birga holda sinashdan tushdimi? U 36-40tacha bordi, birga holda sinalish. Xudoga shukr, asl ustoz o'rgatganlardan ortiqcha ma'lumot tushmadi. Ustozimning kurslariga o'qiganimdan minnatdorman. Sizlarga ham ustozning darslariga qatnashishni tavsiya beraman.